Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Metroxuz bolalar bugun biz qaranglar bolalar erp sora olmadik. Yaqinda erpni ham sorib olamiz. Qaranglar, kolleksiyam 20 bo'ldi. Dahshat xursand bo'lib ketyapman bolalar. Kolleksiyam 20 bo'ldi. Bu degani nima degani? Mashina ochamiz. Qani o'zim ketdik bolalar. Kirib olamiz. Bu yerda muchukcha ham yo'q. Bolalar qaranglar. Qaysi birini olay? Mana bunimi yoki mana bunimi? Mashinani olay, seriyozmi? Mana Davay bolalar, mana buni olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ket. Oy bolalar mana. Hozir ishlatamiz. Uje bizda yangi mashina bor. Tak. Videoga like bilan bosib turinglar. Bundan qiziq videolar chiqadi. Keyin bolalar bizda nima oldik biz hozir? Kolleksiya 20 bo'ldi. Ana uni ko'tardik bolalar. Mashinada qaranglar, bala pizza axuyet. So'kimizni ham qaranglar. Cho'tki narsa olib tashladik, ana uni ochirdik chunki qayerdan ko'rsattirardi. Mana ko'rsam asga yetdik. Oshirdik, mana shuni 3 talikdan o'tdik. S29 mavsumida yutib chiqdik-da. Mukofotlarni oldik. Endi olsak kerak menimcha bularni. Bunga o'tkazish kerak keyin. Oxirgisi mana bu ekan. Vallahi lekin qaranglar, levelni oxiriga yetib qo'yamiz kerak. Danuna afik to'ppa-to'g'ri. Endi hozir bolalar bitta open case qilamiz. Lednik tushib ketsa bolalar. Bola umuman lednik tushirmaganman men, lekin hali beri agar lednik tushirsa mana shu yerda bitta obuna bilan like tarsalasizlar. Davay bolalar. Mana shunisi tushadi bolalar, mana tushadi. Ikkita dropda ichida tushadi. Agar tushmagan bo'lsa men aldagan bo'laman. Boya gapni bekor aytdim. Tak bolalar, endi mana uni ochamiz 4 taligini. Mana uni beradi 25-siga. O'zi ham 13 kun vaqt qolibdi. Buni ko'rmaymiz endi. Hozir shu yerda ana M716 ni beraversa bolalar, davay ha. Bitta deb beraversa. Aldaydi bular. Bunday qilamiz, bitta ochamiz. Buni o'chiramiz, bitta ochamiz. Bola mashinani olganimni ko'rdilaringmi? Ay. Yaqinda 60 olaman. Erpi ham ochib ko'raman bola. Va nihoyat uni ham oldik. Bitta ham qurollari mifik deydi-ku, o'sha mifikga o'xshamagan. Kuchaytirilmagan mifikskiy. Billa tilim sepib ketdi mana. S29 ga kirib ketdi mana, qaranglar. Laboratoriyada bitta ham avtomatim yo'q. Mashina ham ko'paytirish kerak-da. Akkaunt keyin cho'tki narxga ketadi. Mana bersin. O'zi ham zo'rg'a chiqdim bolalar, mashinaga oson bo'lmadi bunga chiqish. Bizga ana kerak dedik. Bunday ko'rsak, da mana shu. Qachon bularda S30 bo'ladi endi klassik. Mana uni ko'tarish kerak uning uchun. Bularni olish uchun. Ozgina qoldi. 3 dan 6 ta qilib bo'lsak mana buni olamiz. O'sha lekin kolleksiyani 20 qilib oldik. Kayf bor-ku. Bolalar bitta erangal o'ynab ko'rsaman keyin buni kayf qanday bo'lishini. Shunaqa ham kayf qilib. Narigi dacha menga bolalar bir o'ylab ko'rdim, yoqmadi bolalar. Bir yaxshilab o'yladim. Oxir mashina oldim. 5000 bo'lsa 200 dan buni ochoramiz. Open. Tak. Mash erpini qaranglar, 100 gacha bo'lgani 60 ekanda, mashina bola 100 qilish kerak-da, keyin 4600 ga qaytaradi. Bile daxuya narsa berar ekanda. Bunda ham mifik narsalar, ya'ni avtomatlar. Shu avtomatlar kerak-da. Mayli bolalar, endi mana bitta reytingli rangalarni ko'rsam. Shunaqa kayf bor-ku. Buni kayfini faqat o'zimiz bilamiz bolalar. Obunachilar bilan, lekin hammaga rahmat bola, 60 ta bo'ldik. Endi Minecraftdan ham bir o'zim chiqaraman, singlim chunki bilasizlar. Singlim chiqara olmaydi, shuning uchun Minecraftdan ham ikkinchisini bir o'zim chiqaraman. Yangidan uy qurib.
Endi qism qilmayman. Bitta videoda bitta video quraman-da. Keyin o'sha Minecraftda faoliyatimni to'xtataman. Mayqa o'taylik-da, to'xta. Boshlamadi. Mana qo'yaylik. Biznesga saqlash va chiqish. Oy. Kayfmi valla. Endi uni qanday oshiramiz darajasini? Tikka borsak buni ham. Voy, o'tnat. Ana boshlanadi. Match просто orqamda turadi. To'g'ri bitta erangalam o'ynayman. Mana ovoz bor. Shunaqangi zo'r bo'yalib turgan bo'ladi. Valla kayfda. Bu dahshat kayf qilib olibdi odam. Bu oddiysi. Bizda botlar ko'payganmi? Cho'tta botlar ko'payib qopti, deb. Muzli kiyimi bor ekan desam, bu hammada bor-ku. Bu ham bot. Oyog'ini kichkinaligini. Menikim kichkina. Bog'layapti bu. Ye deydi-ku. Tak. Pochinki sakraveramiz, bizga farqi yo'q. Yo'q. Bu yerda ovoz bo'lmaydi. Ovoz bo'ladi endi. Olgingiz. Mana shu yerlarda ovoz bo'lsa kerak ana. Chunki bunday yursa, farqi yo'q. Oy, qaranglar, orqaga qaranglar, bola pizdes kayf bor-ku. 23 kallik olgani yo'q mana shu. Bola pizdes kayf bor-ku, pizdes kayf. So'kmaymiz endi, odam shunaqa kayf qiladi. Mazza qilyapti odam o'zi, mazza. Bu mashina bab o'zgacha hissiyotda. Ben hayat men ham shuni oldim. Kolleksiyam 20 bo'ldi, tak. Futbolchi marta, просто ichimga sig'mayapti, xursandligim bo'ldi. Like bosinglar, shu oyda oxirigacha 100 ta bo'laylik, vallahi. Shu oyda oxirigacha 100 ta bo'lsa, lekin men vallahi ana 60 100 ga erpi ochib, sizlar uchun qiziqarli videolar chiqaraman. Men 100 solaman, menga farq yo'q. Pul ketsa, umr ketmasin deydi-yu. Obunachilarim uchun mana solaman, obunam bo'lsanglar faqat. Tarsillatib, tarsas bosib qo'yinglar. Like ham like bosib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar vallahi. Like qizarib tursin, ularda qizaramaydi, sizlarda qarshim qorayishi mumkin, shunday bitta ustiga bitta bosib qo'yinglar. Qo'ng'iroqchani yoqib, obuna bo'lish ishlardan chiqmasin. Hammamiz esimizdan chiqadi chunki hammamiz odammiz. Iblis. Nima bu? Mana yerdan ovozni qo'yamiz. Ko'rlaringmi? Galavada bu galava. Mana yashaveradi buni o'zi. Tekib yerda mana qurollar bo'ladi, keyin pochinkiga ketamiz. Men просто hozir mashinaga qiziqdim, mashinada o'ray debman. Menga o'sha bular uncha qiziqmasdi, shu mashin. Ovozni olib chiqani. Ovoz. Cha. Qaranglar bolalar. Kayfmi? Ay, bilet o'zgargan uni. Yoltirab turishini qaranglar. Bolalar, sizlarga maslahat, mana shunisini olinglar. Boshqasini olmanglar, mana shunisi zo'r. Davay bolalar, mana shuni olsalaring, mana shu yaxshi. Zo'r mashin. Oy, bilet katta cho'tga o'qib. Bolalar, 100 obunachi bo'lsak ham o'sha 100 olaman ham mana shu darajasini 100 ta bo'lishimizdan oldin buni aniq tashlashim mumkin. Ikkinchi daraja full. Keyin G bor, bunaqa kiyimni rasmi turadi, G o'xshaydigan. Ashunga ham baggini anosini ochamiz. Bo'yantirilganda shu ranglisini. Hujjat qilyapsan, men mashin bor-ku. Hujjat qilyapti uni. Охуеть. Ko'tam qilyaptimi-ku? 8x bor ekan, gondondi. 8x mayli. Qabazami? To'xta. Qabazagan. Olamiz.
O'zini olamiz. Qabzini kerak. Kayfda. Mana shu o'qlash vaqtida qabzini o'qlab otishi ham biznesda buni. O'zini olamiz. Mashinchaga o'tira olamiz. Ayy, bu chiroyligini. Hozir jonim to'ldirib olay, jonim kam qopti. Mana shu to'proq olsam bo'ladi. Tak, videoni to'proqmasini oldin tugatamiz. Men просто qiziqish uchun sразу kirib mashinaga keldim. Ozgina o'yinda, ozgina match o'ynab ketay. Ayy, mazah qilib, mashinaga o'tmaymiz. Mashinaga o'xtaymasdan. Bagiga ham yig'ish kerak. Kiyimni rasmini 2400 mi 3000 mi turadi. O'shani olsa ikkita bo'ladi, keyin pizzes kayfda. Akkauntim hatto ozgina donatorskiga o'xshab qoladi. Qanasini chort. Urgani keyin o'tiraman. Mayli. Rahmim keldi ukam. Rahmim keldi. Yetqilabdimi bu meni? Yo'q, yetqilabdi bu. O hittiydi vallahi billarim. Bot-ku. Evet, botanak. Botanak. Mashina qaynini solamiz, ko'kidan. Hozir bola sizlarni narigi mashinalarga portal qilib qo'yaman. La g'alati-ya. Tushendi garang. Taxuy ko'p ichirganlar. Bля, bab ketib qoldi pastga. Tak, o'tira olamiz. Tak, mana endi shu yerda ham videoni tugatamiz. Hammaga xayr bo'ldi. Bugun sizlar bilan men proksiz bo'ldim. Video qisqa bo'ldi, bilaman. Qisqa bo'lmasa ham zato, lekin juda ham qiziqarli, zo'r video bo'ldi degan umiddaman. Hammaga xayr bo'ldi. Bugun sizlar bilan men proksiz bo'ldim.